Alloh Qur'onda aytadiki, mu'minlar Alloh bog'lanishga buyurgan narsani bog'laydilar, Parvardigorlardan qo'rqadilar. Va oyatni davomida bularning mukofotini ham aytib Alloh taolo ana aynan o'shalar uchun dunyo oqibati jannat bordir deb marhamat qildi. Demak, sila rahim deganda qarindoshlar bilan yaqin munosabatda bo'lish, ularning xursandchiliklari bilan quvonish, musibatlaridan xafa bo'lish, ular bilan doim yelkadosh bo'lishlikka aytiladi. Qarindosh urug'lik aloqasi, sila rahim, ayniqsa bu jigarchilik, aka-ukachilik bobida Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam juda ham ko'p gapirganlar. Shuning uchun ham kimlardir arazlashib yurgan bo'lsa, qaysidir bir qarindosh bir-biridan xafa bo'lib yurgan bo'lsa, bugunlik kunda bir-birini kechirib yordam berish kerak. Qarindosh urug' orasidagi ishsiz bo'lsa, bir ish bilan ta'minlashga yordam berish, qarzdor bo'lsa, qarzini uzishlikka yordam berish, bemori bo'lsa, birgalashib uni shifosini izlashga yordam berish, uyi yo'q bo'lib ko'chada qolgan bo'lsa, boshqa qarindoshlar bir bo'lib uni uyini olib berishlikka harakat qilish kerak. O'zi aslida bizni xalqimiz shunday bo'lgan. Mana yoshi ulug'lar bo'ladi, qarindoshlar ichida hech kim ko'chada qolmagan. Albatta o'sha qarindosh urug'ning ichida bitta gapi o'tadigan bir oqsoqoli bo'lar edi. Darrov butun qavmini yig'ib, "Ey falonchini boshiga musibat tushibdi, sen nima qila olaysan?" deb hammadan so'rab, o'shinga itoat qilinardi. Hozir esa o'zimizni bir ota-onadan tug'ilgan aka-ukamizga ham qaramaydigan holat bo'lib qoldik. Alloh bizni